Imom Buxoriyning tirikchiligi nima bilan edi? Imom Buxoriy tijorat bilan shug'ullanar edi. Bu kishining tijorati albatta halollik, pokizalik ustiga qurilgan edi. Savdosida halol inson bo'lgan edi. Kunlarning birida u kishiga o'zining o'g'lidan bir mol keldi. Savdogarlar ana shu molni sotib olishligi uchun 5000 dirham foyda taklif qilishdi. Ya'ni shu molga 5000 dirham foyda beramiz. Albatta bularda bu bergan foydasi oz edi. Imom ertaga kelinglar, bir o'ylanib ko'rarman dedilar. Ertasi kuni birinchi kun kelgan savdogarlar kelmay, kechaga kelgan savdogarlar kelmasdan boshqalari keldida 10.000 dirham foyda beramiz deydi. Imom Buxoriy men bu molni kecha kelgan savdogarlarga 5000 dirhamga sotaman deb niyat qilib qo'ygandim dedi. Va sotmadi. Va'da bergani yo'q. Ittifoq qilgani yo'q. Baraka qilib qo'l qoqqani yo'q. Faqat niyat qilib qo'ydi. Endi bizning zamonamizdagi savdogarlarda ayrimlarga bir taqqoslab ko'ringlarki, ayrimlariga baraka qilib qo'l qoqqaningdan keyin agar ozgina qimmatroq bir klient chiqib qolsa nima qiladi? Dadam unamay qo'ydi. Qo'y dedi uydagilar. Qarang, bu kishi aytgani yo'q, hech kimga qo'l qoqqani yo'q. Nima qilyapti? Niyat qilib qo'yganiga bergisi kelmay qoldi. O'rganaylik birodarlar, o'rganaylik.